musulmon Allohdan so'rashligi kerak. Oqila, soliha, karima, rashida bo'lgan ayolga Alloh uni duch qilishligini. Chunki aytganmiz, payg'ambarimiz aytganlar, dunyoni hammasi o'zi bir matodir. Uning eng yaxshi matosi soliha ayoldir. Esimizdan chiqmasin yigitlar. Yigit kishini baxti to'kkan narsada, keng hovlida, yaxshi qo'shnida, foydali markabda va soliha ayolda. Alloh taolodan so'raylik, mana shunday soliha ayol. Idza nazarta ilayha sarratka va idza amartaha ata'atka va idza ghibta anha hafazatka fi malika va nafsiha. Bu soliha ayolni qanaqa belgilari bor? Qarasang, ko'zingni quvontiradi. Buyursang, itoat qiladi. Agar yo'q bo'lsang, seni molingni ham, o'zini sharafini ham himoya qiladi. Mana asarlarda keltiriladi. Ma akramahunna illa karim. Ayollarni faqatgina karim inson hurmat qiladi. Wala ahanahunna illa laim. Ayollarni faqat xor, pastkash kishigina xorlaydi. Chunki sendan zaifda, zaifligini ko'rib turib, quvvatliligini bilib turib, ustida hokim ekanligini bilib turib xorlayapsan ayolingni, demak sen laim, pastkash insonsan. Yaghlibna kulla karimin va yaghlibnahunna laim. Ular ayollar karim kishini yengib qo'yishadi doim. Endi laim, pastkash inson doim ayollarni yengadi. Nima degani? Bu degani oliyjanob erkak, karim sifat egasi bo'lgan erkak xotin bilan teng bo'lmaydi. Bo'pti deb qo'yadi. Demak, karim odam xo'p deb qo'yadi. Ha, bu degani bo'ldi bilganini qilaver degani emas. Fe'li kelib qoladi, injiqligi tutib qoladi, qaysarligi tutib qolgan paytda erkak kishi teng bo'lolmaydi xotin bilan. Demak, xotinlar karim insonni yengadi. Endi pastkash insonlar doim ayollarni yengadi. Erkak kishi xo'p deb qo'ysa-chi, yoki sekin ko'chaga chiqib ketib qolsa talaq degan so'zni aytishga to'g'ri kelmaydi. Erkaklar og'ir bo'lmaganligi uchun, erkaklar karim bo'lmaganligi uchun oilalar ko'p buzilyapti, tez buzilyapti. Tushunarli ukalar, baland bo'linglar. Kuchinglar bilan urib pas. Ana shu bobillar bergan paytda bo'pti xotin kishilar deb turib, sekin ko'chaga chiqib ketaveringlar. Ularni laim inson yengadi. Men laim bo'lib yengishdan ko'ra karim bo'lib mag'lub bo'lishni yaxshi ko'raman. Bu degani xo'p deb qo'raman. Millionlagan ayollar dunyoga kelib ketyapti. Yeyapti, ichyapti, uxlayapti, tug'yapti, bola katta qilyapti, o'tib ketyapti vaqti kelib. Kim eslayapti ularni? Biz ham vaqt soati kelib hammamiz ketamiz. Bizni kim eslaydi? Bizni nimamiz bilan eslaydi? Qilgan solih amalimiz bilan, qoldirib ketgan izimiz bilan. Mo'mina musulmon opalarimizga aytadiganimiz, ey opalar, eringizni rozi qilayotgan bo'lsangiz, xursand bo'ling. Eringiz sizdan rozi bo'layotgan bo'lsa, o'zingizni baxtiyor his qiling. Chunki sizdan Robbingiz rozi bo'lyapti. Chunki sizdan Robbingiz rozi bo'lyapti. Qo'ni qo'shnilarning roziligini deb turib, erni jahlini chiqarib, mahalla ko'yda orqada qolmay ularni rozi qilay deb turib, erni qahrini keltirib, undirayotgan opalar ehtiyot bo'linglar. Chunki Robbinglar sizlardan norozi bo'lib turibdi. Mana shu holatda jon chiqib ketib qolmasin. Ayol kishi yo erini Allohning roziligiga yetishiga yordam beradigan ko'makchisi bo'ladi. Yoki Allohning roziligiga yetishlikdan erini to'sadigan bir mashaqqat to'suv bo'ladi. Alloh taolo solih ayol bilan rizqlantirsin. Er xotin qachon saodatli hayot kechiradi? Qachonki er ham, xotin ham Robbisini tanisin. Nimaga kelganligini bilsa, nima uchun yashayotganligini bilsa, oqibatda qayerga borishligidan xabardor bo'lsa, inekin shu xotin eriga tikka qaramaydi. Bor yo'g'iga inekin sabr qiladi. Chunki ozgina sabr qilay, kun o'tib ketyapti ekan shunaqa tez. Umrim o'tib ketib qolar ekan, kecha turmush qilganimizga 10 yil bo'ldi, mana 30 yil o'tdi, mana 40 yil bo'ldi, 50 yil yashapmiz deydi-da, umr o'tib ketayotganligini his qiladi. Lekin eriga tikka qaramaydi birodarlar. Er ham, xotin ham qachon saodatli hayot kechiradi? Ikkalasi yelkasidagi vojibda nima ekanligini tushunsa. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi.
Estaizu billah. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Albatta biz bu omonatni deydi Alloh taolo. Ya'ni shariati islomiyadagi toat ibodatlarni osmonlarga, yerga va tog' va toshlarga ko'ndalang qilgan edik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar, undan qo'rqdilar. Osmonlar, yer, tog' va toshlar bu omonatni ko'tara olmaymiz deb qabul qilishni xohlashmadi. Chunki og'ir edi bu, qiyin edi bu. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Inson bo'yniga oldi. Senga ixtiyorimiz bilan bo'ysunib toat ibodati bo'lamiz deb bo'yniga oldi. Biz bo'ynimizga oldik. Har bitta odam bolasi ekanmi? Ana shu omonatni bo'yniga olgan. Bu nima omonat edi? Allohga ibodat qilish, Allohga qulchilik qilishlik haqidagi omonat edi. Ana shu omonatni bo'yniga olgan uchun odam bolasi yer yuzidagi birinchi maxluq. Ana shu omonatni bo'yniga olganligi uchun Alloh taolo osmon yerni odam qo'liga, odam farzandlarining qo'liga bo'yin sundirib qo'ydi. Qabul qildim dedi kishi. Omonatni falonchini o'g'li falonchi, falonchini qizi falonchini qabul qildingizmi desa, qabul qildim. Omonatmi shu? Qabul qildingizmi? Hop, falonchini qizi falonchi, falonchini o'g'li falonchiga o'zingizni bag'ishladingizmi? Bag'ishladim. Omonatmi bu? Qanaqa omonat? Qanaqa omonatni bo'yniga olyapti? Nima? Kayfiyat qanaqa bu ayol omonatini? Aborti erkak kishiniki tushunadi, yediradi, ichiradi, tom qilib beradi, xullas shu. Eriga itoat qilishlik haqidagi omonat. Shu erini rozi qilaman men degan omonat edi. Agar bu muslimalar erga tegadi, mana shu omonatni yelkasiga olayotganligini his qilsa, umrining oxirigacha shu ish bilan mashg'ul bo'ladi. Ko'chadagilarni roziligini istamaydi. Demak, omonat bor ekan erkakda ham, ayolda ham. Er xotin bir-birini to'ldiradi. Bu Alloh taoloning xohishi, mahluqotlardagi sunnati. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi marta Jibril bilan uchrashib, qattiq qo'rqib, qalbi xavotirga to'lib, titrab uyga kirganida Hadija onamizga bo'lgan ishni aytib berdi. Kirishiga payg'ambarimizdan nima bo'ldi deb vahima qilmadi. Ba'zida jim turishlik, birodarlar, kamolot hisoblanadi. Ba'zida kerak bo'lmaganda gapirishlik nuqson bo'ladi. Rasululloh o'ziga kelgunicha Hadija onamiz savolga tutmadi. Tek qo'ydi. Zammiluni, meni o'rab qo'yinglar dedi, o'rab qo'ydi payg'ambarimiz. O'ziga kelganidan keyin so'radi. So'ngra eshitganidan keyin payg'ambar alayhisalomning qalbiga taskin beradigan so'zlarni aytdi. U zot sizlar hamdam bo'lishlaringiz uchun o'zlaringizdan juftlar yaratishi va o'rtalaringizda oshinolik va mehr muhabbatni paydo qilishi uning oyatlaridan bir oyatdir. Demak, er xotin bir-biri bilan nikohlanar ekan, ular bir-biriga hamdam bo'ladi, hamda oshinolik, mehr muhabbat paydo bo'ladi. Turmush qurishdan maqsad shu. Erkak kishini kuchaytirmaydigan ishlar bor. Mana shu kamchiligini xotin to'ldiradi. Endi xotin ko'chaga chiqib erkak qiladigan ishni qila olmaydi. Ko'chaning mehnat mashaqqatiga bardosh bera olmaydi. Erkak kishi mana shu tomonni to'ldiradi. Demak, ayol bilan erkak bir-birini nima qiladi? To'ldiradi. Bir ikkinchisining kamchiligini to'ldiradi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum.